Siz O'zbekiston Superligasining 12 turida bo'lgan Navbodin Otkor jamoat testiga uchrashuvdan keyin masofalarning ikkinchi qismini boshlaymiz. Unda Navbod jamoasi bosh murabbiyi Timur To'g'rich qatnashib ishtirok etadilar. Timur To'g'rich avvalo uzun qadamlarni tabriklaymiz va Assalomu alaykum. Albatta birinchi o'rinda tabriklayman g'alaba bilan. Qiyin uchrashuv bo'ldi. Aslida qiyin uchrashuv bo'lmasa edi. Keyin o'rinda yana urishimiz kerak edi. Albatta G'iyosovni namozi olgan ta'sir qildi bilmadim. Bolalar ozgina tashlashdi shu payt. Va albatta quvonarli xatolar ozgina qoldi, qimmatga tushishi mumkin edi. Va albatta buni ko'rib yaxshi o'yin ko'rsatdi menimcha. Nafaqat bu o'yinda yaxshi kurashyapti. Va albatta alamlisi har bir to'pdan gol bizga kirib nasib etgan, lekin xursand qiladigan narsa oxirigacha harakat qildik va g'alabani qo'lga kiritganimiz yaxshi bo'ldi. Shuncha muxlisimiz kelgani albatta xursand qilishimiz zarur edi. Xudoga shukur, ularda qoldi, ishimiz yorug' bo'ldi. Lekin albatta himoyadagi kamchiliklar bizni bosh og'rig'imiz hozir. Juda ishlaymiz, analiz qilamiz, qaraymiz. Chunki unaqa oson gollar yeyish mayli. Albatta tepgan har bir to'p bizga narigisi ham yaxshi bo'ldi. Umuman menimcha biz yana ham yaxshiroq, ta'dilroq o'ynashimiz kerak. Marhamat, savol bo'lsa. Timur To'g'rich, G'iyosov o'yindan olingandan keyin Abdurahmonov tushirildi. Bu pozitsion o'zgarish amalga oshirildi, ya'ni taktik o'zgarish sxemada. Chunki ikkalasini maydondagi joylashuvi boshqa edi. Shundan keyin Bunyodkor tashabbusga ega bo'ldi va ko'proq to'p nazorati bilan ularning hujumlari yoqimroq ko'rindi. Undan oldin ham biz prinsip bilardik, qanday kontrol qilyapti, hujumlarni biz bilishimiz kerak edi. Albatta himoyada ayniqsa bu tarafdan Said Azamat tarafdan ko'p xavfli anaqalar bo'ldi. O'shda biz yaxshiroq o'ynashimiz kerak edi. Hali shunaqa bo'ldi, albatta o'zi boshqa o'yinchi tushirmoqchi edik, lekin shunaqa bo'ldi. Shunaqa zamina qildik. Ham yomon o'ynamadi prinsipal Abdurahmonov. Balkim yaxshiroq o'ynasa bo'lardi epizodlarda. Lekin prinsipal Jiyanovni o'zi ikkinchi bo'limga o'sha jamoat charchaganda rezultat qilishni o'zi aslida hayolimda bor edi. Va chiqishda albatta boshqa futbolchilar ham kuchaytirdi. Lekin u menimcha o'sha G'iyosov travma olgani baribir bilmadim. Bolalar qanaqadir ozgina 2-0 ham shu ozgina tashlagandek ko'rindi epizodlarda. Keyin o'sha oxirida gol ham qo'yib yubordik. Bu nazorat Bunyodkor jamoasiga ozgina ruhiy ustunlik berdi. Lekin ikkinchi bo'limda o'zi bitta qat'iy yo'qotmasdan yana urishimiz kerak edi. Imkoniyatlarimiz bo'ldi, lekin ayrim sabablarga ko'ra nimagadir o'sha vaziyatlardan yaxshi foydalanadi. Aksi Bunyodkor balkim ko'p zarba bermagandir, lekin har bir zarbasi bizga qimmatga tushdi. Shu hech muammo joyi yo'q. Qaraymiz, asosiy g'alaba qozondik va shu 3 ochko oldik. Kamchiliklar, xatolar ustida ishlaymiz, chunki oldimizda Nasaf bilan uchrashuv turibdi. O'sha uchrashuvga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Shu o'yin bo'yicha shunaqa. Agar savollar bo'lsa, Assalomu alaykum. G'alaba bilan tabriklaman. Asosiy tarkibda bir qator rotatsiyalarga yapilib o'tdingiz. Bu Bunyodkor o'yindan kelib chiqqan oldinmi yoki ketma-ket o'yinlardan keyingi futbolchilardagi charchoqmi? Albatta, bilasizlar, ketma-ket o'yinda baribir nakatitsion effekti bor, baribir o'yinga to'liqadi. O'shaning uchun qattiqdir qaysidir anaqalarda albatta zaxirada ham menimcha har bir futbolchimiz asosida o'ynash haqli deb bilaman. O'zi hech kimni ajratmayman. Lekin albatta menimcha Jasam, G'iyosov ham ko'rdim, menimcha yaxshi harakat qildi. Bu ham jarohat bo'lmaganda balki yana urush ehtimoli bor edi. O'shaning uchun eng muhimi bu g'alabamiz. Kimdir asos tarkibda chiqadi, kimdir zaxiradan chiqadi. Bitta narsa qilyapmiz, ular ham buni tushuntiradi. Chunki o'yinlarimiz ko'p. Hozir endi albatta ozgina vaqtimiz bor Nasafga qarshi, lekin undan keyin
endi orada kubok, yana nasab har bir turkunda bo'ladi. O'shaning uchun qaysidir epizodlarda biz rotatsiya qilib narigi o'yinchilarga ham to'g'risida ushlashimiz kerak. Masalan, shu ko'rib oddiy joyda ham kam olish ehtimolimiz bor. O'shaning uchun bu rotatsiya ham boshqasi ham har bir daxildagi futbolchilar to'g'risida ushlash uchun kerak bo'ladi. Hozirda Riyos nazorat qilishimiz. Yo'q, biz endi xavotirda edik, albatta deyishdi. Olib keldi, anaqa bas ekan, qayryapti. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Hech kimga albatta travma olishni tilayman. Farqi yo'q boshqa jamoada bo'lsa ham. Chunki futbolchini bu ancha orqaga tortadi. Vaqtini yo'qotadi boshqasi, jamoaga ham zarar bo'ladi. Lekin nasib bo'lsa, bu endi futbolda bitta bo'lagi ishonadi bor narsa. Hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Jamoa ham menimcha, atmosfera ham o'zi muhit ham juda zo'r, a'lo edi. Albatta Xudoga shukr, oxirida bo'lsa ham gol urib g'alaba qozondik. No и bizga ham albatta butun o'yin ozgina stressli o'yin bo'ldi. Juda qiyin. Endi oldinga chiqqanda albatta yana gol qo'yib yuborish alamli bo'lar ekan va qiyin bo'lar ekan. Bunga biz bilamiz, lekin biz yaxshiroq o'ynashimiz kerak. Jamoalarga shuncha imkoniyat bermasimiz kerak. Mayli, bitta ikkita imkoniyat bergan bo'lsak ham bundan foydalandi jamoa, lekin baribir diqqat yo'qotmasimiz kerak. Magan savol bor. Abdulla Abdullayev haqida ko'pchilik muxlislarni qiziqtirgan savol bor. Jamoaga keldi, birorta ham o'yin o'ynamasdan yana qaytib ketdi shu xususda. No, Abdulla Abdullayev bilan o'zi shartnoma yil oxirigacha edi, 5 oyga tuzildik. Travmasini bilgan holda endi qaraymiz, bir oy vaqt bor. Bir oylarda menimcha yaxshi bo'ladi, bir ringga qilishim kerak edi. Chunki singan joyi, teshgan joyi bor oyog'ida. Va albatta o'sha bir oy o'tdi. Lechina qildi, yoki tartibda ozgina shug'ullanishni boshladi. Lekin Baktorning martida o'sha ringga baribir hali bitishiga ancha vaqt bor ekan. Qancha vaqt tortiladi uni ham bilmaymiz. Shuning uchun bizga agar 1,5 yillik kontrakt bo'lganda yoki 2 yillik kontrakt bo'lganda mayli tushunsa bo'lardi. Lekin shunaqa kelishgan joyimiz bor edi. Agar uzoq cho'ziladigan bo'lsa, kontrakt rastarajini qilish ehtimoli bor. Birga gaplashdik. Chunki u ham bilmay turadi, balki bir oyda yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Hozirgi kunda endi Neftchi menimcha 1,5 yoki 2 yilga kontrakt berdi, uni tushunsa bo'ladi. Bizda endi biz 5 oyga albatta o'sha 5 oyda 2-3 oy agar safga hali qaytgandan keyin formaga kirishi bor, boshi bu albatta finansiy taraf ham bu tarafdan har xil vaziyat. Bizga ham baribir resurs kerak. O'shaning uchun birga o'sha rahbariyat gaplashgan holda albatta hech muammo bo'lmadi. Albatta unga terma jamoani va O'zbekistonda eng kuchli o'yinchilardan bittasi va tezda o'sha tuzalib ketib safga qaytishni tilakdoshman. Chunki baribir terma jamoaga ham o'ziga ham kerak narsa bu. O'shaning uchun omad tilayman, mayli qayerda bo'lsa ham. Biz menimcha tarkibimiz deyarli yana o'sha bilasizlar yana o'yinchilar keldi. Va menimcha yaxshi tarkib shakllandi. O'sha oldingi bo'lgan vazifalarni bajarish uchun imkoniyatimiz yaxshi bo'ldi. Albatta vaqt kerak, qayerdadir nayiga nisbatan tushunish, o'zimiz uchun ham baribir har bir o'yinda baribir biz uchun ham qanaqadir ko'rinyapti-da, kimdir qanaqa kamchiliklari bor, nimani ustida ishlashimiz kerak, himoyada yoki boshqa joyda. Sekin-sekin o'ylaymanki, chunki jamoa har bir pozisyonda yaxshi o'yinchilarimiz bor, bir-biriga munosib o'yinchilar va yosh tarafdan ham har tarafdan menimcha hamda balans zo'r. Ikinci savol bor. Savol bo'lsa, rahmat,